Assalomu alaykum aziz birodarlar. Demak, tarix fani nima uchun ahamiyatli ekanligini aynan mana shu darsligimiz orqali qisqacha yoritib o'tamiz. Birinchi mavzuyimizda, birinchi darsimizda albatta biz aynan mana shu tarix fani nima uchun siz uchun ahamiyatli ekanligini, nima uchun kerak ekanligini ko'rib chiqamiz. Demak, siz tasavvur qiling, kelajakda buyuk kelajak qurmoqchisiz. Albatta davlatimizni ravnaqi uchun hissa qo'shmoqchisiz. Buning uchun esa siz albatta siyosatshunoslik, davlat boshqaruvi, diplomatiya yo'nalishida faoliyat olib bormoqchisiz yoki siz aynan xalqaro munosabatlar sohasida o'qimoqchisiz. Eng nufuzli sohalardan bo'lmish dinshunoslik, siyosatshunoslik kabi yo'nalishlarda o'qimoqchisiz va ayni mana shu yo'nalishlar orqali o'z hissangizni jamiyatimizga qo'shmoqchisiz. Bulardan-da oliy bo'lmish o'qituvchi faoliyatida shug'ullanmoqchisiz. Buning uchun siz albatta mana shu tarix fanini o'rganishingiz lozim. Yo'q, men boshqa sohada o'qimoqchiman, matematika o'qimoqchiman yoki undan tashqari sohalarni o'qimoqchiman desangiz ham albatta tarix fanini o'qishingiz lozim. Bilamizki, ayni mana shu yo'nalishlar uchun istalgan yo'nalish bo'lsin, uni majburiy qismlarida, ya'ni majburiy o'rganilishi lozim bo'lgan sohalarda albatta 3 ta majburiy fandan biri hisoblanadi. Bu ham albatta tarix fanini naqadar ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi. Xo'p, mayli, oliy ma'lumotli bo'lish-ku bir alohida mavzu. Lekin inson albatta o'z tarixini, o'z o'tmishini qanday kechganligini, bu yurtni mana shu darajaga erishishi uchun insonlar qanchalar jon chekib, qon to'kib harakat qilganligini bilishi bu ham qarz, ham farzdir. Inson o'zini qay darajada shakllanib kelganligi, o'tmishi qanday o'tganligi, hattoki islom yo'nalishida, din yo'nalishida qay darajada mashaqqatli hayot kechirilganligi, Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamni qanday hayot kechirganliklarini o'rganish uchun ham, dinni mukammal darajaga ko'tarish uchun ham albatta tarix fani o'rganilishi lozim. Bu fanni o'rganish orqali siz juda ham yetuk, juda ham katta natijalarga erishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Albatta do'stlar, biz tarixni oson va sodda holatda o'rganib boramiz. Navbatdagi darsliklarimizda aziz do'stlar, birodarlar, albatta tarix fanini kirish qismi haqida va birinchi mavzusidan ayrim qismlar haqida gaplashib o'tamiz. Navbatdagi darsligimizni kuting va albatta bu darsligimiz orqali tarixni oson o'rganing.